Arafat opa. Assalomu alaykum, hurmatli shu kompaniyani a'zolari. Men shu kompaniyaga hozir yig'lab beraman. Shu kompaniyaga kirganimga 2 yilcha bo'lyapti. Meni sahrim tushmas edi. 6,5-6,3 sahrim hech ham ko'tarilmayapti. Ko'k choy ichaman, qora choy ichaman, qizil choy ichaman. Keyin kofelarni bir podarkaga berishdi. Men ozgina ko'proq olganim uchun ming rahmat. Shu kompaniya bilan, shu Gulaxon bilan men uchrashganimga ming rahmat. Men judayam xursandman. Sahringiz necha edi Arafat opa? Sahrim 11 bo'lardi, 14 bo'lardi, gohida juda tushmas edi, 9 ga zo'rg'a tushar edi. Lekin meni oshqozonimni tagidagi bezlar yaxshi ishlab ketdi. 12 barmoqli ichimda tosh bor edi, ancha kamayib yo'q bo'lyapti, почти yo'q bo'lyapti. Xudoga shukr. Ostanovkada tanishganmiz. Ostanovkada assalomu alaykum deb tanishib, Arafat opa ustoz, arab tilidan dars beradi, tanishib, pankreatit, sahrli diabet, davleniya hozirgi paytda. Voy, davleniyam yo'q meni. Alhamdulillah. Xudoga behisob shukr, xudoga behisob. Marka kompaniyasining produksiyasi bomba.